Hammaga salom, sizlar bilan Uzbek Killer. Bugungi videomizda 309 abonentda qo'shiladigan superkarlar va qaysi eski ultimate qaytishi va bilan birga qaysi ikkita M416 lar qaytishi va 309 beta versiyasi qachon chiqishi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi bo'lib qaysi eski ultimate va bilan birga keladigan M416 larni ko'rib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, PUBG Mobile 309-versiyada mana shu ultimate'ni qaytarmoqchi ekan. Ultimate'ni ko'rinishlari yaxshi, buni ultimate'ni ham bilganlar biladi va bilan birga o'zini M416-ni ko'rishingiz mumkin. Prosta bu ultimate meni eng sevimli ultimatelarimdan biri hisoblanadi. Buni ko'rinishlari o'zi, ayniqsa klichatini o'zi buni vashi voqimali. Buni effektlarini ko'rishingiz mumkin va buni hammani yonida shunaqa emotsiya qilishingiz mumkin. Yoki rangli, lubili, tilemda o'ynayotganingizda hammaning oldida shunaqa emotsiya qilishingiz mumkin. Va bu M416 vashi zo'r. Va bu M416 ham 309 versiyada qo'shiladi. Faqat bu qaysi kesda kelishi haligacha noma'lum va bu keyingi videolarni ko'rib tursanglar qaysi kesda kelishi aniq bo'ladi va bu M416 ham klichlatlari normali, bu M416 ham bilganlar biladi. Va bu ultimate'ni va ikkita M416ni bemalol 309 versiyada akkauntingizga tashlab tushirib olishingiz mumkin. Va endi siz bilan 309-versiyada qaysi superkar qo'shilishi haqida gaplashib o'tamiz. Bu superkar nomi BMW. Buni hamma kutgan. Buni aynan siz ham kutgansiz. To'g'rimi? Topgan bo'lsam bitta like bilan obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. PUBG Mobile BMW bilan kooperatsiya qildi va 309-versiyada BMW superkarlari qo'shiladi. Hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam go. Va mana hamma kutgan BMW. Bu sariq rangli BMW. Bu esa yashil rangli BMW. Men buni ichki salonni ko'rishingiz mumkin va prosta wow, ichki salonlari prosta bunisi menimcha 3 ta monetaga oladigan BMW bo'lsa kerak. Vashi zo'r superkar. Razravodchilar bunisi ancha-muncha ishlangani shunchaga ko'rinib turibdi va ham qarasanglar 4 xil BMW. Bundan tashqari yana BMWlar bo'lishi mumkin, qo'shilishi mumkin. Hozircha bizga ma'lum qilinganlar faqat 4 ta BMW. Va u birinchi BMW, ko'rishlari zo'r, shunday emblemalar ko'rinib turibdi. Orqa faralari shunaqa yorqin va yonlarga qanaqadir uchuvchi shaklda o'ynab turibdi. Prosta kimdir olinib turganingiz prosta wow. Endi bunisi yashil BMW. Prosta wow. Buni haqida videolar haqida ko'rinmadi. Endi sariq BMW. Agar shuni rangini qora qilishganda edi yoki ko'k qilishganda edi, menga bu BMW ko'proq yoqqan bo'lardi. Sizcha-chi? Meni fikrimga qo'shilasizmi yoki shu rang sizga yoqib turibdimi? Va endi xuddi shu BMWni 3 ta monetaga, ya'ni qimmatrog'i haqida ko'rishingiz mumkin. Bu oldingisidan ancha-muncha farq qiladi. Prosta yorqinlik qo'shilgan va ajoyib bunaqa yurayotganingizda shunaqa yonib turadi. Prosta wow, xuddi politsiyskiga o'xshab. Sizgachi? Ha, sizga shu 4 ta BMW yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, uylaringizni akkauntingizga tezroq joylab, sotib olib tayyorlab turing. Bunga shunchaki gap yo'q. Do'stlar, va mana sizga so'nggi yangilikim. 309-beta versiyasi mana shu kunlarda chiqib o'tadi. Mana montajda ekranga qo'yib yuboraman, shu kunlarda chiqib o'tadi. Va shu kunlarda siz beta versiyasini o'ynab ko'rasizmi yo'qmi? Shu kommentariyada izohingizni yozib qoldiring. Va do'stlar, videoga yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va do'stlar, siz 309-versiyada chiqadigan superkarlar, ultimate'lar, M416 larni akkauntingizga tushirib olasizmi? Albatta bu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan o'z vaqt ichida va ko'p yangiliklar bergan Uzbek Killer bo'ldi. Hamisha sog' salomat bo'ling. Videoga like bosishni unutmang.